Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan 6-sinf qadimgi dunyo tarixining navbatdagi mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, mavzuyimiz nomi Yunon fuqarolari tarbiyasi deb nomlanadi. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Xo'p, Yunon maktablarida kimlarni tarbiyalashgan degan savol tushgan. Birinchisi faol fuqarolarni tarbiyalashgan. Ikkinchisi davlat himoyachilarini tarbiyalashgan. Xo'p, mana bunday qilamiz. Mana shu ikkita joyga e'tibor beramiz. Keyin sportni rivojlantirish va olimpiada o'yinlarini ommaviy qiziqish ham shunga xizmat qilgan. Demak, Yunon maktablarida mana bunaqa, ya'ni faol fuqarolar va davlat himoyachilarini tarbiyalash bu sportni rivojlantirishga xizmat qilgan va olimpiada o'yinlariga ommaviy qiziqishni ham orttirgan. Bolalikdanoq o'g'il bolalarga e'tibor bering, o'g'il bolalarga she'riyat va musiqaga muhabbat hissi singdirilgan. Xo'p, umumiy ta'limdan tashqari yigitlar uchun yana 2 yillik harbiy ta'lim ham bo'lgan. Birinchi yil ular uylarda yashashardi. Shunchaki safda yurish, qurol taqib yurish, ochlik va sovuqqa chidamli bo'lishni o'rgangan birinchi yil uyda yurib. Ikkinchi yil esa Attika chegara qal'alarida harbiy xizmatni o'tar, boshqalari esa Pirey portida dengizchilik san'atini o'rganishardi. Demak, 2 yil mana shunaqa o'tgan ekan harbiy xizmat. Endi mamlakatni mudofaa qilish zarurati yuzaga kelgan taqdirda esa 30 yoshga to'lmagan barcha erkaklar qurol-yarog'lar va harbiy kiyim-kechaklari bilan o'sha harbiy ko'rikka yetib kelishi zarur edi. Qurol-yarog'i va harbiy kiyim-kechaklari bilan. Xo'p, endi hali bu tomonda yana o'tamiz. Umuman olganda o'zi Yunonlarda harbiy soha 20 yoshdan yuqori degan joyi ham bor. Demak, bu yerda 30 yoshga to'lmagan fuqarolar, demak 30 yoshgacha ekan. Yunonlarda harbiylar 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan erkaklar orasida chaqirilar ekan harbiy xizmatga. Endi olimpiada o'yinlariga o'tamiz. Xo'p, barcha Yunonlarning eng sevimli mashg'ulotlaridan biri bu olimpiada o'yinlari bo'lgan. Bu o'yin miloddan avvalgi 776-yilda boshlangan o'tkazilishi birinchi bo'lib. Bu sana Yunonlarda o'sha yil hisobining boshlanish sanasi hisoblangan. Masalan, bizda miloddan avvalgi 776-yil, Yunonistonda birinchi yil hisoblangan. Endi demak, birinchi olimpiada o'yinlari shu sanada o'tkazilgan. Ana shu sanadan boshlab har 4 yilda bir marta o'tkazilgan olimpiada o'yinlari. Har 4 yilda bir marta. Endi xo'p, 5 kurash degan sport turida ular bellashgan. Endi hozir bu yerda 5 kurash nimaligini yozmagan. Umuman o'sha 5 ta kurash sohasi bo'yicha. Birinchisi o'sha nayza uloqtirish, disk uloqtirish, ikkinchisi, uchinchisi uzunlikka sakrash, to'rtinchisi yugurish va beshinchisi kurash degan o'sha jami 5 ta sohada iborat bo'lgan nimada bular musobaqalashgan. Xo'p. Endi mana olimpiada o'yinlariga eson-omon yetib kelish uchun agar urush bo'layotgan bo'lsa, urushlar ham to'xtatilgan. Yunonistondagi olimpiya o'yinlari Olimp xudosi Zeus sharafiga bag'ishlab o'tkazilgan. Afsonalarga ko'ra, olimpiada o'yinlarining asoschisi esa Gerakl degan odam bo'lgan. Xo'p, olimpiada o'yinlarida faqat jinoyat sodir etmagan, sha'niga dog' tushirmagan ozod yunonlargina ishtirok etishi mumkin edi, boshqalar ishtirok eta olmasdi. Agar musobaqada 3 marta g'alaba qozonsa, sportchi Olimpiya shahrida o'z haykalini o'rnatishga haqli bo'lgan. Xo'sh, agar bir marta g'alaba qozonsa esa g'oliblarga muqaddas zaytun daraxti novdalaridan to'qilgan gulchambar bilan taqdirlangan. Bo'yniga o'sha gulchambar osib qo'yilgan. Endi xristian dinining tarqalishi natijasida xudo Zeus sharafiga bag'ishlangan olimpiada o'yinlari man qilingan. Xristian dinining tarqalishi uchun. Xo'p, milodiy 394-yilda esa olimpiya o'yinlari o'tkazilishi butunlay taqiqlandi. Va bu orada o'sha 1896-yilgacha olimpiada o'yinlari o'tkazilmagan va shu sanadan boshlab yana qayta tiklanadi olimpiada o'yinlari. Endi olimpiada o'yinlarida bitta an'ana hozir kunigacha saqlanib qolgan. Bu an'ana mash'ala yoqish odati hozirgacha saqlanib qolgan. Xo'p, demak, bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.